Hozir men mana mashetlarni zatarga qilyapman. Zatarga qilyapman. Shunaqa qilib bekityapman. Mana. Mana bu yoqda ham bor. Mana. Qilinadigan joy hali tayyor emas. Mana bo'lyapti. Mana. Yoshligimizda o'qi desa shu Rossiyalarga kelib mana shunday qorlarda Rossiyada ayajon tushib ketay dedim mana. Mana itlar ham kelib oladi odamning yoniga. Mana shunday havolarda kelib o'qish o'rniga shunaqa qilib Rossiyalarda akalarimiz bilan birga mana ishlayapmiz-da. Shunaqa qilib mana qilgan joylarimiz, satrga qilgan joylarimiz mana. U yoqda rosa ko'p, ana devorlar mana. Bo'lgan joylar. Mana. Mana bu yoqlar. Mana yorug'roq joylardan ko'rsatay. Mana. Bu yer rustik bo'lar ekan. Kepsini yaxshi ko'rishadi bular. O'qi deganda o'qish kerak ekan. Yoshlar, iltimos o'qinglar. Bekordan vaqtinglarni o'tkazmanglar. TikTok, Instagramlar, vaqtinchalik narsalar. Ular hammasi o'tkinchi narsalar mana. Hech bo'lmaganda hunar egallanglar. Hunar. Mana. Bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Biz o'qi deganda otamizning puli yo'q. Pul yetkiza olmaydi deb ota-onamizni hurmat qilib, ota-onamizni qadrlab o'qimabmiz. Endi shunday kunlarga qoldik. Mana oyog'imizda kalishlar. Biz ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan niyatdamiz endi. Hadab Instagram, TikTok chiroylilarni hadab like bosib, ularni pulini ko'paytirib, bizga o'xshagan musofirlarni ham pullarini ko'paytirib, bizga ham yordam qilaringlar endi like'lardan bosib. Mana. Bu yerda avtobus to'xtaydigan joy ekan. Konechkasi. Tog'lar, tog' bo'lib ketgan. Tog'. Qurilishlar bo'lyapti mana. Mana tayyorladim. Yarmigacha. Endi artib chiqaman. Qirq yoshimda shu ishlarni qilaman deb niyat qildim. Mayli, o'qimaganimning sababi shu. O'qimaganim uchun shunday bo'ldim. O'qish kerak, yoshlar, o'qish kerak. Filmen tugatdim. Filmen seximiz bekildi. Endi qurilishga o'tdim. Shunaqa qilib artib chiqyapman endi.
Like'lar, prosmotrlar, qizg'onmaysizlar degan niyatdaman.